Agar o'riqlashda bak qiynalib ketgan bo'lsangiz, bir kundagi tövəndəki 5 vaqtqa bək diqqət qılın. Adamniki səmirişimi bir kundagi vaqt bilan munosabatlikmi? Soatni tayyor qilib, soat nechigacha nimalarga diqqat qilaman? Shuningda bir prinsip bo'lsa, o'riqlashingiz tezlashidi. Tomoqni oz yebmi o'riqlay olmayotgan bo'lsangiz, ig'irligingiz tushmay pingtaychiga kirib qolgan bo'lsangiz, mush filmni oxirigacha bir savrchanlik bilan anglab chiqing. Men o'zim 85 kilodan 71 kiloga tushib bo'ldim. Hozirgi badan qiyofatimni saqlayotgani 5-6 yil bo'lib ketdi. O'quvchilarimning necha mingninki rasmini chiqarib qo'ydim do'stlar chambriga birdan ko'rib baqsangiz bo'ladi. Hammamiz mush vaqtga ahamiyat beryapmiz. Birinchisi, atiganlik noshtilik 9lar atrofida bo'lsa bakrak yaxshi. Uningdan baldur yavasangiz, tushkicha qo'saq ichib ketib bir narsa yeyilish ehtimolligi bor. Uning keyinda qolsangiz, tushlik tomoq yemay turib qo'saq oshmay, tushlik tomoq keyniga surilib, kechki tomoqmi keyniga surilib, kechki tomoqni bek kashab qoladigan ish bor. Kechki tomoq bek kash yilgandikilam qalaymaqan narsa yeyolsiz. Soat 9lar atrofi noshta qiladigan eng yaxshi vaqt. Ikkinchisi, ertaganni qopqandan tortib tushdan keyin soat 4 bo'lgan oraliqda ko'proq suv ichib bering. Choy içsangiz bo'ladi. Bizning badanimizda moy ko'ydirishga, suvning yordamiga muhtoj bo'lamiz. Bek muhim narsa metabolizm bilan bevosita munosabatlik. Soat 4 dan keyin ozroq ichishga boshlang. Kech soat 8 dan keyin bek oz iching. Nimishqa kech soat 8 ga suv ichsak bo'lmamda bo'ladi. Ammo ba'zi o'quvchilar kechroq suv ichsak kechida kichik tarat qistab ketib, uyqusi buzilib ketadigan ahvol bo'ldi. Chunki uyqumi bak muhim o'rin turdi emasmi? Biz birinchi o'rin tutimiz o'riqlashda orom olishni. Uchinchisi, tushdan keyin soat 4 dan keyin shakar moddasi yuqori yemeklarni amal va yemang. Bo'libmi mevchilarni. Yoz keldi, yerim tavuz bilan non yeydigan ahvollarimiz bor. Unda qilmayli, atiganga o'rlashtiraylik mevini. Mevini tabiiy yemeklikda pekchiq yeyolamiz, mineral moddalar ko'p deb. Ammo uningda meni pototang bor, gotang bor, jiqisingiz samirdi, ishtaringizni buzivtiyverdi degan gap. Atiganda yeb bo'ling bo'ldi, tushdan keyin yemang. To'rtinchisi, kechki tomoq taxminan 6-7 larga o'rlasa bo'ladi. Bak kechkisingiz 8 gacha. Amal va uxlashdan 3-4 soat burun o'rlashtirib bo'ling. Agar bak kech qolsangiz-chu, to'g'ri bir kishi tomoq yesangiz yana bo'ladi. Ammo kechroq tomoq yegan odamniki o'ziga hissiyot artishib ketib, qolaymaqan ochiq-chuchuk, tatliq, mandaq sog'lom bo'lmagan issiqlik kaloriyasi yuqori yemeklarni yegiz kelib qoldi. Shokoladni, chomifillarni, zajilarni. Shuning balduroq kayfiyatning turaqliq, hissiyotning turaqli vaqtda 6-7 larda yeb bo'lsangiz eng yaxshi. 5-inchisi, kech tomoqni yeb bo'ldingiz, ya'ni uxlashdan burungi 3 soat vaqtda bo'ldi, yeyishni yemang juma. Bek oson samirib ketsizmish, kesh bir narsa yedig'atingizni to'xtatmasangiz, uningdan ichki tishlam gazirdan 2 tane chiqib baqqan bo'lmaydi, qat'iy bo'lmaydi. Ishtigirak o'riqib olgan bo'lsangiz, cho'qim mush 5 vaqtga ahamiyat bering. Bir tal yurak berib saqlaylang, g'ayrat qiling.